Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Hurmatli Prezidentimiz tomonidan uch tajribasi asosida bank rahbarlari o'z mijozlari bilan uchrashib, ulardagi mavjud muammosini hal qilish orqali yangi ish o'rinlarining ochilishi, tadbirkorlik faoliyatida bo'layotgan bank bilan bog'liq to'siqlarning masalasini hal qilishni topshirib o'tgan. Shu munosabat bilan sizlar bilan bugungi uchrashuvni o'tkazamiz. Bugungi kunda bankimizda fuqarolar va tadbirkorlar uchun bir qancha kredit mahsulotlarimiz bor. Hakim yordamchisining tavsiyasi orqali oilaviy tadbirkorlik dasturiga kiritildi. Biznesga birinchi qadam, moliyaviy ommabop, moliyaviy ko'mak, kichik biznesni uzluksiz qo'llab-quvvatlash dasturi doirasida 312 qarorlar asosida kreditlarimiz mavjud. Biznesga birinchi qadam kreditimiz 30 million so'mgacha yillik 27%dan 36 oy muddatga beriladi. O'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun. Moliyaviy ommabop kreditimiz 36 oy muddatga yillik xotin-qizlar 23%dan, erkak kishilari yillik 24%dan ajratiladi. Bu kreditlar bo'yicha savollaringiz bo'lsa